alaykum aziz ayollar. Sizlar uchun juda ham manfaatli dars tayyorladim. Bu darsda siydik tomib qolish muammosi qayerdan boshlanadi? Unga sabablar va yechimi qanday bo'ladi? Bu muammodan xalos bo'lishning imkoni bormi? Bu imkonni sizga ko'rsatib beraman, ya'ni amaliy mashqlar yordamida. Ya'ni sizga eng foydali qindevoringizni, oldi qindevoringizni va siydik yo'llaringizni tezroq qisqartirib, sizga tezroq effekt beradigan mashq ham o'rgataman. Bu darsni oxirigacha tomosha qilsangiz, albatta muammo qayerdan kelib chiqqanini va uni yechimini o'rganasiz va amaliy o'zingizni qo'llab ko'rasiz. Bu mashqni 3 kungacha bajarganingizda albatta sizda kuchli o'zgarish paydo bo'ladi. Ba'zi ayollarimiz birinchi kundanoq уже siydik yo'lida o'zgarishlarni his qilishadi. Shuning uchun bugungi darsimizni, hozirgi darsimizni diqqat bilan tinglang. Xo'p, siydik tomib qolyapti hozir sizda. Siydik tomib qolishiga sabab nima? Ko'p ayollarimiz hattoki suv ichgani qo'rqib qolgan. Ya'ni men ko'p suv, choy, kofe shunga o'xshash suyuqliklar ichsam, gazirovka, balkim napitkalar yoki kompotlar, shularni ichsam hojatxonaga yetib bora olmayman. Bu paytda siydigim chiqib ketadi tashqariga deb bezillaganidan suv, choy, umuman hech narsa ichgisi kelmay qolgan. Bu ayol psixikasiga kuchli ta'sir qiladigan, juda ham tushkunlikka tushirib yuboradigan holat. Bu siydik tomib qolish muammosi. Endi bu muammo qayerdan kelib chiqdi? Birinchi bo'lib o'zimizga e'tibor beraylik. O'zimizga e'tibor bersak, gormonlarimizga umuman e'tibor bermaymiz. Siydik to'planish holatiga, ya'ni 3 soatdan ortiq siydikni ushlab yurmaslikka umuman e'tibor bermaymiz. Va shu bilan birgalikda qabziyat va tug'ruqdan keyingi tiklanish, homiladorlikda qanday o'zimizni avaylashimiz yoki organizmga qanday yordam berishimiz, bular haqida umuman o'ylamaymiz. Bu muammo paydo bo'lgandan keyin nima uchun menda, nima uchun hozirdan deb, hozir 20 yoshdan уже bu muammo boshlanyapti. Ba'zilarda bundan ancha avval ham boshlanadi. Shuning uchun muammo keldi, biz sirazu o'ylaymizda nima uchun menda? U yosh katta ayollarda bo'lar-ku deymiz. 60-70 atrofidagi ayollarning muammosi-yu, men hali yoshman-ku deymiz. Xo'p, avvaldan qaytamiz, yana orqaga, gormonlarimizga umuman e'tibor bermaganmiz, gormonal buzilish sabab. Ya'ni estrogenlarimiz bir yuqorilab ketishi yoki qaysidir paytda pastlab ketishi yoki uyqu normamizni me'yorida bo'lib, uyquga to'liq chuqur fazaga kirmasligimiz, hattoki noto'g'ri ovqatlanib, sport mashg'ulotlarini vaqtida bajarmasligimiz. Organizmga to'laqonli e'tibor bermaymiz va bu sababdan gormonlarimiz o'ynab ketadi. Gormonal disbalans yuzaga keladi. Xo'p, gormonlar o'ynasa, bizni tanamizga qanday ta'siri bor? Ya'ni sizni siydik yo'llaringiz ham xuddi qin yo'llaringiz kabi uzun yo'lakchadan iborat. Uzun deganim 3 sm atrofida. Shu yo'lakcha, ya'ni siydik nayi hisoblanadi. Siydik qopchasi va pastida nayi. Siydik nayi 3 sm atrofida. Tarang, tor, nay. Qanaqa tor mustahkam bo'ladi? Xuddi shunaqa mustahkam bo'lishi kerak. Shu holatda bo'ladi. Endi bunaqa holatda bo'lmagandan keyin, gormonlaringiz o'ynagandan keyin bu holat уже buzilishni boshlaydi. Nay kengayib, siydik pufagi ham kengayib, siydik mana 3 soatdan ortiq qoldimi tanangizda? 3-4 soatdan, uzog'i 4 soatdan ortiq siydik to'planib qoldi. Siydikni bilasiz, bakteriya infeksiyalarni tashqariga olib chiqib ketadi. Suvni organizmga singdirib, keraksiz moddalarni tanadan itarib haydab chiqaradi. Endi chiqib ketish kerak bo'lgan axlat siydik pufagida qoldi. Siydik pufagida 3-4 soat to'planib qoldi. Endi bu xohlasa, xohlamasa o'zini tonusini yo'qotadi. Chunki u uchun pufak juda ham nozik pufak, o'zining nomi bilan pufagimizda uzoq ko'tarib yurish funksiyasi mavjud emas. Ya'ni u cho'zilishni boshlaydi. Ham gormonal buzilish sabab kuchsiz, u juda ham kuchsizlanib ketgan. Shu sababdan bo'shashib qolgan va siydik uzoq muddat qolgandan keyin u albatta o'zi bo'shashib turgan joy yana ham bo'shashib, o'zini tashashni boshlaydi. Qayerga tashlaydi? Joy yo'q. Qin devoriga tashlaydi. O'zini qin devoriga suyadi va qin devori qachon mustahkam devor singari tarang holatda turgan bo'lsa, uni ushlab turadi. Mahkam ushlab itarib turadi. Endi qin devorimizga ham yordam kerak, chunki gormonlarimiz o'ynayapti-yu. Gormonal buzilish sabab albatta qin devorimizga ham
o'z ta'sirini o'tkazadi va qin devorimizda ham kuchli o'zgarishlar bo'lib, bo'shashish paydo bo'ladi. Bu bo'shashgandan keyin uni ko'tarib tura olmaydida va ikkalasi birdaniga tushishni boshlaydi. Sizni qin devoringiz va CD pufagingiz o'zini tonusini yo'qotdi, ikkalasi ham sekin qin ichkarisiga o'zini tashlaydi. Qin ichkarisida joy bor, bo'shliq bor. Shuning uchun qin ichidan yurishni boshlaydi. Aynan shu rasm ko'rinishida. Aynan shunaqa holatda. Qin devoriga suyangan, CD pufagi osilgan, oqib, oxiri ikkalasi qindan tashqariga chiqyapti. Endi bizda shu nay deganim mana CD pufagini naychasi, ya'ni naycha juda ham nozik, juda ham mustahkam bo'lishi kerak, tarang holatda turishi kerak. Endi CD pufagini og'irligini ko'tara olmasdan ham gormonlaringiz bo'shashganini hisobiga u bo'shashib, g'ijimlanib, og'irligini ko'tara olmasdan shunaqa burishib, tirishib ketadi. Bu burishgan joy, endi tasavvur qiling, bu bo'shashgan, burishgan joyda ham kengayish bo'lyapti, ham kuchsizlik, ham uje sfinkter ishlamaslik holati bo'lyapti. Ya'ni sizni CD yo'llaringizni kontrol qiladigan sfinkter mavjud. Sfinkter mahkam siqqanda CD ni ushlab turishga kuchi yetadi. Agar u sal bo'shashib, kengayib qolsa, tepadagi nagruzka sabab siz zinapoyadan chiqasizmi yoki o'tirgan holatingizda bitta o'rningizdan turasizmi? Yoki bo'lmasam yurib kelib bitta o'tirasizmi? Uje organizmda bitta siltinish bo'ladi. Shuni hisobiga sfinkter bo'sh, CD ni tashqariga oqizib yuboradi. Xo'p, qabziyat sabab nima bo'ladi? Qabziyat sabab uje ichkarida kuchli narishение paydo bo'ladi. Ichak deganda qo'yni, molni ichaklarini tasavvur qilishingiz mumkin. Bu ichaklar juda ham yupqa, pardaga o'xshagan ichak bo'ladi. Bu ichak nozik, yupqa bo'lgani uchun u cho'zilib ketaveradi. Sizni har kuni ichingiz tashqariga chiqmayaptimi? Cho'zilish va kengayish paydo bo'ladi. Bu og'irlik endi ikkalasini bosib qo'yishi mumkin. CD pufagiga ham, qinga ham nagruzkani kuchli berishi mumkin. Hattoki bachadonlaringizgacha kuchli nagruzka berib, bu sababdan ichkarida bosim kuchayadi. Ya'ni qorin ichida shunaqangi bosim kuchli, qanaqadir gaz to'planib qolishi yoki ichingiz kemasligi. Bu ko'zingiz oldiga keltirsangiz, qorin katta bo'lib ishib, gaz to'planishi u ichkarida bosim degani, havo to'planib zichilashib ketdi degani. Shu bosim endi albatta CD pufagimizga, bachadonimizga, qinga shunaqa kuchli nagruzka beradi. Siz ko'rmaganingiz uchun tasavvur qila olmaysiz. Shu bosimlar sabab ichkarida tonus yo'qolib ketadi. Ya'ni qinda zichlik, mahkamlik yo'q, CD yo'llaringizda mahkamlik yo'q, yo'g'on ichakda mahkamlik yo'q, faqat cho'zilish, bo'shashish, kengayish bor. Shu darajaga bormaslik uchun hozir holatingizni aniqlab, bu videoni diqqat bilan ko'rdingiz. Shu paytgacha endi o'zingizni ichki holatingizni tekshiring. Menda qancha CD tomish holati bor deb. Buni sabablarini ko'rdik. Muammo qanday etapdaligini aniqladik. Endi nima qilish kerak? Endi bizga yechim kerak. Shu aytayotgan intifitus mashqlari rostdan sizga yordam berishini tanangizda his qilishingiz kerak. Aynan shuning uchun hozir bu yerda mashq o'rgataman. Bu mashqni albatta bajarib ko'ring. Erinmasdan aytilgandek holatda yotib, aytilgandek raqamlarda bajarib ko'ring. Uni suyanib. Endi qinni siqdik. Oyoq kaftlarimiz bir-biriga juftlashtirib, pastga tortamiz. Mahkam ushlab turamiz. Tortilganda yana ham mustahkamlashadi mushaklarimiz. 5 sekund yetadi. Boshida ozgina qiyinlik qiladi. Xo'p, qaytardik, oyoqlarni tushirdik, bo'shashtirdik. 5 sekund yana dam olamiz. Mashqni bajarib ko'rdingizmi? Qanchalik uddaladingiz, qanchalik tanangizni his qildingiz? Agar birinchisida o'xshamagan bo'lsa, hech ham tushkunlikka tushmang. Ikkinchi, uchinchi urinishlaringizda albatta uddalaysiz. Bu mashqni bir kun yoki bir mahal bajarib turib, "Yo'q, menga yordam bermadi, men eplolmas ekanman" deb taslim bo'lmang. Hech qachon taslim bo'lmang. Siz qayta bajarib, o'zingizni sog'ligingizga e'tiborli bo'lib, mehnat bilan bu darajaga erishing. Chunki operatsiya holati sizga 100% yordam bermasligi mumkin va operatsiyada to'liq sog'ayib ketmasligingiz mumkin. Shuning uchun baribir tabiiy, oson, yengil yo'li sizga mashqlar bo'ladi. Chunki sfinkterni hech kim sizga zich yopiladigan darajada mustahkam qilib bera olmaydi. Bunga faqat o'zingiz mehnatingiz bilan erishishingiz mumkin. Bu mashqni bir hafta davomida qoldirmasdan bajarishga harakat qiling. Bu sizni haqiqatan tanangizga yaxshi, kuchli ta'sir o'tkazadigan mashq. Agar bu mashq to'g'risida qanaqadir savollar, tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, shu videoni kommentariyasiga yozsangiz, o'zim sizga javob beraman.
yo'l yo'riq ko'rsataman, qiyinchiliklaringizni sal osonlashtirishga harakat qilaman. Har bitta savolingizga e'tibor bilan javob beraman. Bu sizga berilgan mashqimiz. Xuddi boshingiz og'risa darrov og'riq qoldiruvchi tabletka ichasiz. Masalan, Trimol, shunga o'xshash tabletka ichib, darrov boshni og'rig'ini to'xtatasiz. Xuddi shunaqa sizga birinchi etapda yordam beradi. Agar siz sog'ligingizni butunlay tiklamoqchi bo'lsangiz, shu CD tomish muammosidan butunlay xalos bo'lishini xohlasangiz, unda Inti Fitness kursimga qabul ochilishi bilan qo'shilishingiz mumkin. Ya'ni hozir qabul yopiq, lekin yaqinda ochiladi. Bunga birinchilardan bo'lib, eng katta chegirmada kursga qo'shilmoqchi bo'lsangiz va 10 ga yaqin bonus darsliklarni olmoqchi bo'lsangiz, mutlaqo bepulga shu kurs ichidagi narxga bonus darsliklarni olmoqchi bo'lsangiz, unda siz hozir shu havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Shunda yordamchilar sizga telefon qiladi. Yordamchilarim sizga kurs haqida ma'lumot beradi, bonus darslar haqida ma'lumot beradi va sizdagi muammoni to'liq bartaraf etish mumkinmi, yo'qmi, shuni aniqlab sizga yechimini berishadi. Ya'ni siz o'z sog'ligingizga beparvo bo'lmang. Har qancha mehnat qilish kerak bo'lsa, sog'lik ustida ishlash kerak. Ya'ni mehnatingizni ayamasdan siz mashqlar yordamida taningizni tiklab olishingiz kerak. Chunki CD yo'li eng nozik mavzu va qin, yo'g'on-ichak hammasi birdaniga bitta joyda joylashgani uchun hammasiga tez effekt beradi. Bu Inti Fitness kursimizda siz to'liq yechim olib, to'liq bu muammongizdan xalos bo'lishingiz mumkin. Bu tepadagi tushuntirgan rasmimdagidek CD yo'llaringiz g'ijimlanib, kengayib, burishib qolib va sfinkter ochiq holatda qolib ketgan bo'lsa, prosta sizga sfinkterni sal ishlatish uchun mashq berdik. Bu mashqni kompleks boshqa mashqlarga qo'shib, aytaylik, bir kunda 10-15 minut vaqt ajratib bajaradigan bo'lsangiz, sfinkter yana ham mustahkamlashadi va CD yo'llaringiz taranglashib, sog'lom CD pufagida naylar qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa holatga keladi. Ya'ni sizning naylaringiz tarang, CD pufagingiz o'z joyida turibdi va sfinkter juda ham mustahkam ishlaydigan. Siz umuman yo'talgani, aksirgani yoki bo'lmasam birorta sport turi bilan shug'ullangani qo'rqmaydigan holatda zo'r sog'ligingizni tiklab olishingiz mumkin. Hozir ro'yxatdan o'tsangiz, sizga bonus darslar va katta skidka haqida Inti Fitness kursimizda nimalar o'rgatilishi, siz qanday muammolardan xalos bo'lishingiz haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.